Mana shu bir-birimizga bo'lgan mehr oqibat joy-joyiga tushib qoldi. Allohga beadad shukr. Katta shaharlarda bu narsa yo'qoldi. Bu qiyomatning bir ko'rinishi yaqinlashayotgandan darak ekan. Mana shu mehr oqibat ketsa, baraka ham ketib qolar ekan. Shu qiyomatning bir ko'rinishlaridan, kelayotganidan xabar berayotgan ekan. Endi buni havasini aytib o'tirmayman, buni domlalardan eshitasizlar. Shu ashulaning sabab bo'lishiga bu shu voqealar, shu gaplar, shu holatlar sabab bo'lgan. Bir kuzatsangiz, qarindosh urug' bir-biridan xabar olmay qo'yadigan payt bo'lib qoldi. Akayam, ukayam, opa-singillar ham qanaqadir sal o'zini bir-biridan tortib qoladigan payt bo'ldi. Bunga shu bozor sabab bo'ldi. Mana bunday qilsam boyib ketaman, buna qilsam pul topaman, una qilsam bunday bo'ladi, shu sabab bo'lib qoldi. Zamon tezlashib, mana kompyuter, telefon, bu samolyot, boshqa uyu-buyu. Odamlar 10 yilda bitiradigan ishini bir kunda bitirib olyapti. Ilgari karvon yo bir mashina yo aravada boring uzoq joyga borib tijorat qilib keladiganlar 1 minutda kompyuter orqali tijoratini bitkazyapti. Ana shular shu ishni qilish uchun ilgari 10 yil yo 5 yil vaqt ketardi o'sha yerga borib kelish uchun. Bu zamonni tezlashganidan, hayotni o'zgarganidan bizga ma'lum. Buni hamma qila olmayapti. Buni ilmli odam qilyapti. Buni o'qigan, bilimini qilgan, tijoratini ham, hisob kitobini qila oladigan odam qilyapti. Qolgan ham shuni qilaman deyapti. Ana endi ish yurishmayapti. Shu sabab bo'lib qarindoshni ham oldiga bora olmayapsan. Başa ashilla shu. Hozir aytadigan ashillamiz sabab voqealari shu. Muhabbat sirlari pinhon qaro ikki qaroqlaridan erib suvday oqar qalbim o'shal ikki buloqlarda. Og'ayin opa singillar to'zib ketma uzoqlarda, ki qalbim qiynalar doim ko'rarman deb so'roqlarda. Doday qolay hasrat senam bizga yetib bo'lmas uzoqlarda. Ayağım qonlari oqib qotib qolgan tuzoqlarda. Qiz bola uzatilar ekan. Qiz bola birovni hasmi deyishadi. Men domlalardan so'radim. Nima degani bu? Birovni hasmi degani nima bu? Desam, qiz bola bu birovni omonati. Sen uni boqib, voyaga yetkizib, go'zal holatga olib kelib uzatasan o'sha odamga. Qiz bola o'sha kuyovga chiqib birovni uyiga borgandan keyin o'sha uyni a'zosi bo'lib, o'sha xonadon sohibi ne ish buyursa shuni qilar ekan.
o'sha odam xonadon sohibi ruxsat bersa uyiga borar ekan, ota-onasidan xabar olar ekan. Bo'lmasa borolmas ekan. Mana shu tuzoq ekan. Shu ro'zg'or. O'g'il bola uylanib, bola chaqa qilar ekan, ro'zg'or qilar ekan. Bola chaqa boqaman deb hali u bozorga chopar ekan. Hali bu ishxonaga chopar ekan. Shuna qilib qarindosh urug'idan xabar ololmay qolar ekan. Mana shu tuzoq ekan ro'zg'or. Men akamga shuni she'rini o'qib beruvdim, yig'ladilar. Akam 4 yoshidan buyog'i qo'y boqadi. Nima yig'ladingiz desam, bu ro'zg'or degani ko'z oldimga bir voqeani keltirdi dedi. Qirg'izistonda Alay vodisida qo'y boqardi. Shu qirg'izlar tuyasini sim bilan oyog'idan baylab qo'yar edi deydi. Hali tuya aylanib ketolmasdan oyog'ini hali sim qiyib qonatib yuborar edi deydi. Seni gaping meni shuni eslatyapti deydi. Bu ro'zg'or shu ekanda. Endi u kuyov bolalar, yigitlar kelinlarga, qizlarga, umr yo'ldoshlarilarga har zamonda otasidan, onasidan, aka-ukadan xabar olib turishga ruxsat berib turing. Ukam bo'lsang, kelib ko'nglim chamanini gullatib qo'ygil.